Xo'p, 700 yoki 500 dollar bilan avtokreditga chiqib ketadigan 2020 138 ming yurgan. Lyuklari bor, 3-pozisiya, radno diskalarda. Xo'p, tonirovkalarning 10 oy ruxsati bor. Ichlari pol navrot qilingan, mes rul qo'yilgan, malov bar qo'yilgan. Xullas, ichi chotki. Lyuklari bor, hamma narsasi ishlab turibdi. Xo'p, bitta chuqur yechisi chotki holda turibdi. Bunisi denkalar 4-pokoleniya gazi bor. Mana 39.100 yurgan ekan. Shu avtomobil. Torsloy, xo'p, shumkalari bor. Sotilishi puli 11.200 deyapti. O'zi tan narxi. Kreditga bo'lsa 500 yo 700 dollar bilan avtokreditga chiqib ketadi. O'zlarining egasining nomerlarini qoldiramiz. Aytgancha bu start stopda. Chiroyli bo'lib turibdi. Egalarini o'zining nomerini qoldiramiz. Kimga kerak bo'lsa telefon qilib narxlarini kelishib olaverasizlar.